O'ynachining ko'ppaklari. Ushbu so'zimni bir turk latifasi bilan sizlarga, azizlarimga yetkazmoqchi bo'ldim. Bir qishloqning oqsoqoli barcha qishloq aholisini yig'ib, qishlog'imizga oralab qo'ygan tovuq qo'ylarimizga hujum qilayotgan bir bo'riga qarshi birlashaylik, jipslashaylik, har bittangiz bittadan ko'ppakni, itni tayyorlang deb buyruq beribdi. Qishloq ahli yig'ilib itlarni, ko'ppaklarni tayyorlab qo'yishdi. Vaqti kelganda bo'ri qishloqqa hujum qilibdi va kelishganidek barcha ko'ppaklar, itlar bir varakayiga tashlanib qolishdi bo'riga qarshi. Bo'ri bunaqa jipslikni, bunaqa hamjihatlikni ko'rmagan, bo'layotgan voqeani sezib, bu yerda bir gap bor dedi-yu va ortga qarab qochishni boshladi. Yugurib katta tog'ni qiyaligiga chiqib, ortga qarab, ortidan kelayotgan ko'ppaklarga qarab xitob qildi. Mana bunisi Cho'pon Mustafoni iti. Ha, undan bir qo'zini urib ketgandim. Mana bunisi Nonvoy Musoning ko'ppagi. Undan ham bir non o'g'irlagan joyim bor. Lekin mana bu chang to'zonning orasida hammadan avval yugurib, chang to'zonning ichida bulg'alanib, birinchilar qatorida kelayotgan it O'ynachi Yusufning iti-ku. Unga men nima yomonlik qildim degan ekan. O'ynachi Yusufning ko'ppagiga men nima yomonlik qilgandim? Taajjub. Hozirgi kunda bizga tashlanayotgan itlar, ko'ppaklarni ham bir hamjihatlikka yiqqan, birlashtirgan, jamlagan bitta oqsoqol bor. Bu aniq. Balkim bu Mirziyoyev administratsiyasini oqsoqoli bo'lishi mumkin. Yoki davlat xavfsizlik xizmatidan kimdir bo'lishi mumkin. Men bir nima deya olmayman. Lekin aniq aytamanki, bu it ko'ppaklarni o'zidan o'zi bunaqa jamlanib bo'riga tashlanishi o'zidan o'zi bo'lmaydi. Gap it va ko'ppaklar haqida emasdi. Sog' bo'lasizlar, azizlarim.